Assalomu alaykum. O'zbekiston ob-havosi, aniq trendlar, 7 kunlik iqlim. Videoni boshlashdan oldin kanalimga like va podpiska tugmasini bosib qo'ying. Like bosgan kishini qo'llari hech qachon dard ko'rmasin. Unda biz boshladik. Harorat o'zgarib turadi. Tunlari -2 gradus, +1 gradus bo'lish ehtimoli bor. Ochiq va bulutli kunlar aralashadi. Hafta boshida bulutli va quyoshli kunlar keladi. Ba'zan esa qisqa yog'ingarchilik kutilmoqda. Shamol o'rtacha tezlikda kunlarida o'zgarib turadi, lekin og'irlashmaydi. Viloyatlar bo'yicha qisqa tavsif. Toshkent avval. Dastlab Toshkent iliq kunlar. Haftaning oxiriga kelib yomg'irli va qorli kunlarga aylanib ketish ehtimoli bor. Samarqand. Umumiy holda ba'zan bulutli va bulutsiz kunlar bo'lish ehtimoli bor. Hafta oxirida esa yomg'irli kunlar kutib turibdi. Buxoro va g'arbiy hududlar asosan quruqchilik va yomg'ir kam. Ob-havo iliq bo'lishi mumkin. Vodiyda bulutli va o'rtacha haroratli. Asosan iliq kunlar mavjud. Ayrim kunlarda esa yomg'ir ehtimoli bor. Videoni shu yergacha tomosha qilgan bo'lsangiz, like va podpiska esdan chiqmasin. Biz esa davom etamiz. Bizni kuzatishda davom eting. Xo'p, janubiy hududlar, Qarshi va Termiz. Kunduzlari iliq, +15-20 gradus atrofida bo'ladi. Ba'zan bulutli va yomg'irli kunlar ham haftaning oxirida sezilishi mumkin. Nukus va Urganch g'arbiy cho'l zonalari bo'lib, odatda quruq va salqin ob-havo. Tunlari quruq bo'ladi. Shamol kuchli. Navoiy va Jizzax hududlarida iqlim o'zgaruvchan, ba'zan bulutli. Haftaning oxirisida ochiq kunlar bo'lish ehtimoli bor. Bizni kuzatib boring. Bugun ob-havo kanaliga obuna bo'ling. Like va podpiska esdan chiqmasin. Sog' mushut, omon mushut.